Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugungi video rolikimizda o'zimiz ishlatib yurgan telefonda uydagi Wi-Fi'ning parolini o'zgartirishni o'rganamiz va Wi-Fi'imizga qancha abonent ulanganini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik insonlarga kerak bo'lishi mumkin, shuning uchun video tarzida chiqarib turibman. Siz biladigan bo'lsangiz videoni o'tirib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda Play Marketga kiramiz va poisk joyiga Wi-Fi deb yozamiz, ya'ni ekranda ko'rinib turganini aytib yozasalar va poisk beramiz. Shu birinchi turgan qurilajanaga kiramiz va shuni yuklab olamiz. Men yuklab olib qo'yibman. Ilovaning minus tarafi, ilovada reklamalar bor. Shu reklamalarni o'tirib berib bemalol Wi-Fi parolini va adını o'zgartirsangiz bo'ladi. Shu tepadagi strelkani bossangizlar reklama o'tib ketadi. Start tugmachasini bosamiz. Shuni bosganlarimizning ilova bizning Wi-Fi'ga qancha qurilma ulaganini chiqarib beradi. Va davom etishga bosamiz, Wi-Fi'imizga qancha qurilma ulanganini chiqarib beradi. Xohlasangiz kerakmas qurilma bo'ladigan bo'lsa, ustidan bosamiz va bloklab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Nazarga bosib chiqib ketamiz bu yerdan. Keyingi qiladigan ishimiz Wi-Fi'ning parolini o'zgartirish bo'ladi. Discover degani bosamiz va mana shu setting, ya'ni настройка bo'limine kiramiz. Bu yerga kirganlarimizdan keyin har kimning o'zining uyidagi routerning orqasida login paroli bo'ladi. O'sha login parolni kiritasiz. Ya'ni routerning orqasidagi username deb yozib qo'ygan dushidagi loginni kiritasiz va parolni kiritasiz pastdagi. Yozib bo'lgach davom etishga bosamiz va bizlarni mana shu bo'lim kutib oladi. Bu yerda WLAN degan bo'limga kiramiz. Va bizni shu bo'lim kutib oladi. Bu yerdan 3-безопасныйga kiramiz. Eng pastda Wi-Fi'mizning paroli turadi. Shu joyga kirib bemalol parolni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Yangi parolni yozganingizdan keyin pastda saqlanit tugmasi bor. Shu bosganni bosasiz va saqlanit bo'ladi, parol o'zgaradi. Bu ilovaning ko'plab xususiyatlari bor. Wi-Fi'ingizning nomini o'zgartirsangiz ham bo'ladi va Wi-Fi'ni secret, ya'ni yashirib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Izlagan payti sizning Wi-Fi'ingiz hech kimga ko'rinmaydi, chiqmaydi. Lekin buni tavsiya qilmayman, chunki o'zingiz ham qiynalib qolishingiz mumkin. Yosh katta insonlar bor. Biror nima Wi-Fi'ni ulamoqchi bo'lgan payti, izlagan payti chiqmaydi. Uni boshqacha yo'l bilan topish kerak bo'ladi. Shuning uchun uni ko'p insonga tavsiya qilmayman. Bu ilovani o'rnatib bemalol ichki настройкаларni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Tushunmagan yeringizni tegmang, tavsiya qilmayman, chunki Wi-Fi'ingizni buzib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun tushunmagan joyingizga tegmang. Parolni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz yoki nomini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, men ko'rsatgan yeriga kirib o'zgartirib, saqlanit tugmachasini bossangiz, sizda hech qanday muammo bo'lmaydi.